Endi esa e'tiboringizni muhim ilmiy tadqiqot va innovatsion g'oyalarga qaratamiz. Bilamizki, dunyoda suv tanqisligi yil sayin oshib bormoqda. Shu bois rivojlangan mamlakatlar suv tejovchi texnologiyalarni keng qo'llash, mavjud resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilg'or innovatsiyalarni qo'llamoqda. Shulardan biri yomg'ir suvidan foydalanish. Bu bo'yicha mamlakatimizda ham mutaxassislar ilmiy izlanishlar olib borib, o'ziga xos texnologiyalar ishlab chiqmoqda. Hamkasbimiz Ruslan Ergashev mavzuni davom ettiradi. Yomg'ir suvini yig'ish tizimlari bozori jadal sur'atlarda o'smoqda. 2025-2032 yillar oralig'ida yillik o'sish sur'ati 4,6% ni tashkil etishi. 2032 yilga borib esa bu bozor hajmi 430 million AQSh dollaridan oshishi kutilmoqda. Bu borada Singapur va Qatar tajribasi namuna sifatida keltiriladi. Xo'sh, yurtimizda ushbu loyihaning ahamiyati qanday? Ko'p qavatli uylarda yoki aholi yashaydigan joylarda yoki ijtimoiy obyektlar majburiy standart sifatida joriy qilib, shu yomg'ir suvlarini to'playdigan alohida tankerlar hosil qiladigan bo'lsak, keyinchalik to'plab qo'ygan yomg'ir suvlarimizdan unumli foydalangan holatda shu texnik suv sifatida ishlatsak bo'ladi, ya'ni o'zining maxsus filtrlardan o'tgan holatda. O'ylaymizki, bu yomg'ir suvini biz unumli foydalanadigan bo'lsak, birinchi navbatda ichimlik suvimizni tejalishga olib keladi. Shu ichimlik suvga tushadigan bosimni kamayishiga olib keladi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, o'rtacha bir xonadonning tom maydoni orqali yil davomida 20-40 kub metrgacha yomg'ir suvini yig'ish imkoniyati mavjud. Ayniqsa hojatxonalar, kir yuvish, tomorqani sug'orish kabi ehtiyojlarga yomg'ir suvidan foydalanish orqali toza ichimlik suvi sarfi sezilarli darajada qisqaradi. Xo'sh, yurtimizda ushbu texnologiyani joriy etish orqali ichimlik suvini qay darajada iqtisod qilish mumkin? 2025-yil davomida O'zbekiston 14 ta hududning barchasida yog'ingarchilik bo'lib o'tgan. Bularda eng ko'pi bu tog'li hududlarimizga to'g'ri keladi. Ya'ni yil davomida 86 kungacha tog'li hududlarimizda yomg'ir qorlar yog'adi. Cho'l hududlarimizda 14 kungacha yog'adi. Yana hisob-kitoblarga qaraydigan bo'lsak, 1 yil davomida 1 kvadrat metr sathga 186 mm, ya'ni 186 litr yomg'ir suvi va qor suvlari tushadi. Agar 100 kvadrat tom qism bo'ladigan bo'lsa, endi shu 186 litrni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ko'rib turibmiz, 1 yil davomida 100 kvadrat tomimizdan shuncha yomg'ir suvlarini qaysi ma'noda isrof bo'lib yerga singib ketishlarini ko'rib turibmiz. Xususan avtomobillarning shoxobchalarida ham ichimlik suvidan foydalanilayotganligi suv resurslariga bo'lgan bosimni oshirmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra bitta avtomobilni yuvish uchun o'rtacha 100 litr ichimlik suvi sarflanadi. Agar bitta shoxobchada bir kunda o'rtacha 50 ta avtomobil yuvilsa, 5000 litr ichimlik suv ishlatiladi. Bir yilda bu raqamlar 1,260,000 litrni tashkil etadi. Hozirgi kunda yurtimizda 1000 dan ziyod ro'yxatdan o'tgan avtomobil yuvish shoxobchalari mavjud. Agar ularda ichimlik suvi o'rniga yomg'ir suvidan foydalanish yo'lga qo'yilsa, yiliga 1,26 milliard litr suvni iqtisod qilishga erishish mumkin. Hisob-kitoblar bo'yicha 2030-yilga borib O'zbekistonda 1 yil davomida 5 milliard kub ichimlik suvga ehtiyoj olib kelar ekan. Agar bu ketishda bo'ladigan bo'lsa, zamin bilan. Yakundagi maqsadimiz shu, birinchi navbatda shaharsozlik kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, yomg'ir suvidan foydalanish bo'yicha milliy standartimiz ishlab chiqish. Yevropa davlatlariga borganda ko'rganmiz, ichimlik suvlar alohida quvurdan va texnik suvlar alohida quvurdan kelib ulangan bo'ladi. Ya'ni ichimlik suv maqsadda foydalangan paytda shu ichimlik suvidan kelgan, quvurdan kelgan suvdan foydalanib, boshqa yuvinish, gigiyenik vositasi yoki boshqa maqsadlarda shu texnik suvdan foydalanadi. Loyihaning yana bir muhim jihati ekologik samarasidir. Yomg'ir suvini yig'ish orqali drenaj tizimiga tushadigan ortiqcha yuklama kamayadi. Yer osti suv zaxiralariga bosim pasayadi. Mazkur loyiha suv resurslarini asrash, ekologik barqarorlikni ta'minlash va kelajak avlod uchun toza suv zaxiralarini saqlab qolish yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.